Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, o'mlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish o'mlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga jakalaydi. Hurlik yashasin. Qalamim. Abduri Hamid Mahmudi. Men tug'ilgan chaq muqaddas tuprog'imning ustiga qip-qizil kindiq qenim tamg'anda hamroh qalamim, sut bilan singach dinimga chin kurashning ruhlari, tuyg'u daryo mavj urib toshqanda hamroh qalamim. Iz bilan qalbimda o'chmas izni qoldirdi bugun, his etim iz qo'g'lishib chopqanda hamroh qalamim. Hamda qaynam o'rkishi romanini ko'rganda men dilnaming ahun rabo tartqanda hamroh qalamim. Men yana yozsam agar Yusuf Zulayha aynini, bu buyuk olam shumul dostonda hamroh qalamim. Ijodi asli men bo'ldi bugun 2 jild, ratlasam 2-jini divanda hamroh qalamim. Balki tarixiy saboqni qaytadan yozmoq uchun Çağı imkan asılsam imkanda hamroh qalamim. Men sayohat eyledim yer şarının bir qismini. Qayda barsam izzatu mehmonda hamroh qalamim. Ko'zlasam Dajla Fırat daryosida üzmeklini, shahri Bag'doddan o'tib Tehronda hamroh qalamim. Keng jahonda o'z diyorda qadrli hech narsa yo'q. Can yurtimga qaytqanda hamroh qalamim. Chalsa Qashqar pashtoqida nag'rini gumbang'ishitib, el bilan salsam samo shodyonda hamroh qalamim. Barmag'an yurtimdagi Altay va cho'chak qoldi-ku, barg'inimda edi qut turpanda hamroh qalamim. Qachon mag'lubiyat g'olib zafarning onasi, balki homildor bo'lib tutqanda hamroh qalamim. Maqsadim ko'rsam kilindor variqida 2000, chiqsa jonim rozi men shu jonda hamroh qalamim. Bu vatan parvonasi ketmaydi armonsiz, lekin bo'lsa hosil armanim, armonda hamroh qalamim. Uyg'urliqim kechirarsanmi? Abduri Tamchi. Shu nomingga loyiq kelolmay, yana vaysab o'taman sendin, shundoq umid kutganman mendin. Uyg'urliqim kechirarsanmi? O'lganlarni totilab g'ojidim, nimjonlarni tepib tanladim, Uyg'ur turib Uyg'ur tanladim. Uyg'urliqim kechirarsanmi? Men Uyg'urmu hech ufqolmadim, dushmanimga o'q atalmadim, do'stga sharaf yo taqolmadim. Uyg'urliqim kechirarsanmi? Sening mening deyishdan nomus, his qilaman ba'zida tonush, azob ekan genidan qurush. Uyg'urliqim kechirarsanmi?
Kömevetken meni tupraqqa, seni pakiz yuttirvetkiçe, yaşığım yok sensiz ölgiçe, Uyg'urligim kechirarsanmi? Gunoh tuyg'usi. Abduriy Xandan. Vatandagi zulm avjiga chiqqan siri vatan sirtidagi qarindoshlarning kollektivni ayblishi eshib maqmoqda. Vatanda tugab ketayotgan, jafoliq ishlayotganlarning sinlariga chuqum. Biz yana uxlab yetyapmiz. Boshqalar bo'lsin mundaq qilar deya, bizga ta'sir qilmaydi ekan degandek iboralar nashtimizda kam bo's bo'lmaydigan nandek kunda cho'qim beriladigan dashnan bo'lib qoldi. Bularni har o'qig'inimda gunoh tuyg'umizning qachon butunlay pokizlanganligini o'ylab qolaman va buning javobining hech qachon ekanligini his qilaman. To'g'ri, aramizda osmon o'rilib tushsa tegida o'ltirib manti yeydigan, tepsi tavirmaydiganlar yo'q emas. Mundaq kishilar hamma millatda zulmga uchirgandimi chiqib turadi. Bir millatning ichidagi barliq a'zolar qaltis vijdonliq bo'lib ketsa edi, qahramonlik odatdagi ishga aylanib, qahramonlar tillarda doston bo'lmas edi. Biroq ularning beg'amligi va yoki parvosizlikdan halqigan satqinligining badalini hammamiz tang o'tab, peshonimizga uxlab yotgan, ta'sir qilmagan degandek tamg'alarni besib olishimiz kunda qon bo'layotgan yuragimizni laxta qilishdan boshqa ishga yaramaydi. Biz o'yg'anmadikmi? O'yg'andik. O'yg'oq bo'lganligimiz uchun zulmga qarshi qo'limizdan kelganini qilib, dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan natijalar chiqyotdi. Ammo nihoyatda afsus, butun jahonni sarasimizga selib, virus tarqatayotganiga, nurg'un davlatlarning iqtisodini falaj qilib qo'yganiga qaramay, o'tgan yillarda zo'r iqtisodiy qimmat yaratgan Xitoyning qilayotganlariga qo'limiz bilan qarshilik bildirishga ojizlik qilmoqdamiz. Qo'llarimiz, imkoniyatimiz yetmagan sinlardagi echinishlik nolalarga ko'z yoshlarimiz bilan taqib anglitish bilan javob qaytarishdan boshqani qilolmayapmiz. Bu bizning xatoligimizmi? Bu bizning vijdonsizligimizmi? Asla undaq emas. Bizning dushmanimiz texi hech qanday millatga uchrab boqmagan bir dushman. Bizga emas, butun dunyoga zulm qilayotgan bir dushman. Uning taqobil turish uchun barliq vijdonni bo'lgan insonlar, kuchi bo'lgan huquqdorlar harakatga o'tishi kerak. Bizning o'zimizni tillashimiz bu zulmga qarshi turish yo'lidagi harakat bo'lmasdan, balki bu zulmga zulm qo'shqanlikdir, azizlar. Ba'zida mundaq azoblanib yashagandan vatanda qilib qiynalib o'lsamchu deb o'ylab qolamiz qachon. Hayot qolganimizning, erkin turmush kechirayotganimizning o'zini bir ishlarni qilish uchun fursat deb qaramasdan, balki vijdonimizni ko'ydirish uchun berilgan jazo qatorida ko'rib qolamiz. Bu dal zolimlarning bizdan kutgani, bizni ich-teshidan tugashtirib butunlay yo'qotish maqsadlarining biri bo'lsa kerak. Biz nimishqa kesilib ketmadik. Biz nimishqa temir reshatkalarning ichida emas, sirtida. Biz boshqalarning kesilishini o'zimizning erkin hayotiga badal qilmadik. Ularning qamalishi bu zulmning bir ifodasi. Adolatsiz bir dunyoning sukuti sifatida damlashayotgan bo'lsa, bizning kesilmaganligimiz kunda o'zimizni oz-ozdan yeb tugutish uchun emasdir. Qo'limizdan keladigan barcha imkoniyatdan foydalanib, ularning o'ylagan, ammo qilolmayotganlarini qilish uchundir. Zamonidan Pakzod va Oblikim Hasan qatorliq bolalar adabiyoti topkarlar qamalgan bo'lsa, biz sirtda bolalar adabiyoti uchun xizmat qilamiz. Abduqodir Jaloliddin, Yolqin Ro'zi, Farhod Tursunlarning oqibati aniq bo'lmayotganda, biz ularning asarlarini boshqalarga tunishtiramiz. Adabiyotimizning saqlanib qolishila emas, balki taraqqiyoti uchun kuch chiqaramiz. Olim ahad qatorliq fan texnika sohasidagi sarxillarimizning o'rganganlarini turmlar chirtayotgan bo'lsa, biz bolalarimizni eng oldingi qatordagi ma'rifda tarbiyalab, ularning izbosari qilib chiqamiz.
Abdurrahim Heyitdek acayip sanatkarlarımızın tili boğulgan bolsa, biz ballarımızga san'etimizni tonutup ügütimiz. Bizning qilalaydiganlarimiz naydi nurg'un. Günah tuyg'umuz balkim mangu yo'qolib ketmasligi mumkin. Lekin bu tuyg'ularni ustimizga atib yashab, tushkunlashib, bir-birimizga xatoliklarni yuklagandan vujudlarning midirligini, minglarning nima qilayli, nima qilalaymiz haqida o'ylangani tuzuk. Kuchimizni mushu ishlarga qaratayli, aqlimizni ishqa salayli. Dushmanni xo'sh qildigan gunoh tuyg'usi dushmanga qarshi turalaydigan kuchimizni yeb ketmasin. Biz yaxshi ishlarni qila olaymiz. O'rlik yo'lida yo'l ocha olaymiz. Kishi baldur keldi g'erib umrimning. Tarjimada Xandan. Yaproqlar to'kilishga boshladi amdi. Kuz baldir keldi g'erib umrimning. Burungi chog'larimdan qolmadi asar. Qishi baldir keldi g'erib umrimning. Qaysi dardga yonay, dard mendan ashdi. Bilib bilmasdan yo'lim adashdi. Daryolar o'rkashlab dengizlar tashdi. Kuz baldir keldi g'erib umrimning. Hasan men beşim urdum taşladın taşqa, muhtaç men parçanan bir lokma aşqa, sunuq sazım bilen kaldım bir başqa, qishi baldur keldi g'erib umrimning. Qanima yuragim Abduri Tamchi. Tilaklar sap dildan keludi yana, qanima yuragim qarlisi dunyo. Özüngde cesaret, özüngde gayret, kanama yürügüm, harlısı dünya. Köz yaşlar hayatta bulak suyu bil, ateşlik hicranda küyükke dava. Jığılıval gözlerim soğuk hem süzük, kanama yürügüm, harlısı dünya. Köpkük samağı beqiş davadır, bulaktek gözlerge kelgende azar. Bu dünya rahimsiz bolsumu gerçe, ümitsiz günlerden jillerim tozar. Yaşavar, yaşaşqa imkan özüngde, medet ber ruhimga her bir sözüngde, qarılık hiç qaçan yuqmıgan bizge, qanama yürügüm, qarlısı dünya. Yiraqtiki anam. Tonur beşida anam, mağzıda çoğ, qalbida çoğ. Amma lavlari soğuk. Köyüp ketken nallarga qarab, şüklüşüp qalgan. Bilemdin zaman onunla neler yaşatgan. Şu anda nan yeydigan balaları yenidi yok. Yalğızlık, mislisi yok. Bir ok. Men qarzdar, miskin arzdar. Bir hesap qarzga boğulup yatkan. O şundaq bir qarz egisi. Bir qatımı söylep bakmagan, söylemeydigan. Ah, mehcub men. Söylemegenzdir vicdan argamçısı gelini boqqan. Hoşnisi kirip, kızım kelgen bir çina qaymaq banekin dese, yallada işki qaragan anam. Sonki es, men bu kelgende, közleri başqıça çaqnıgan anam. Bu telmürüş qaydılanğan her පැsil quruqla turgan, amma hasreti her xil. Mening qizim her hepsi kelmegen bilen, baxtining qo'ng'iroq sadolarini, atrigul puraqlari lipapqa selib, tushlarimga po'shta qilib salar. Anamning ana shunda tasallisi bor. Sig'inish rengi yo'q shundaq narsami? Çoğulanğan yürekni sidamlaştırgan veya ki dağları ölçmez narsimi ananın kalbige bala odunu Allah'ım acab mı bu kadar salgan? Közünde, yüzünde, hatta önünde balam dep begana yazılgan bir xat. Sig'inish canını her güne şorab, koyuptu seninde vicik gene et. Bu şundaq açıq hem dermansız bir dert. Ana,
Men barımen bir günü, sen tuğulasan o günü, gül rengide yasınıp, Visal degen nurani bir kız toy kılıdı gün ve tün. İltica Abduri Abbas Ömer Alqut. Bolup kettik ügütçi hemme. Onu kılgın, bunu kılgın dep. Ügenmeyimiz özümüz emma. Ügütüştün sözleyimiz dep. Zarlap kakşap yürüyimiz daim. Başkalardan, milletimizden. Üzümüzge salmayımız nazar. Bixabardek illetimizden. Başkalarını oygan dep koyup, gaflet bilen uxlayımız tehi. Başkalarını oylan dep koyup, oyunga bek bop kettik sehi. Tırışmayımız, tırış dep koyup, gayvet bilen öter günümüz, nadallıqtın çokan saldıysa, xaqtın bekrek çıkar önümüz. Oylayımız daim özgini, özümüzni oylamay fakat, koyup bakmay vicdanen sual, var mı mende özlük muhabbet? Çıraq tüvi qarangı bolğaç, körünmeydi özünün közüge, yoruq bulsun çırağı tüvümü, uçuq bulsun özünün özüge. Sen u demey, men özüm deyli, hemmi işini özdün başlayli, başqıladın qaqşap yürmestin, özdükeni burun taşlayli. Şuna aval aziz dostlarım, tapturayli özlükni kamal, özümüzni davalap bolup, özgülerge qılayli amal. Yağmur. Yağmurның hidini acep sığındım. Yizamның hidini asıltattı o. Köngülümde hesapsız dertlerim bolsa, yupurmak yüzünü çayırdıgan nikebi, yaşlarım koynağa mökünüp kırıp, havanın közüde pəkiləpti. Yağmurdun soruna ümit yazını, o fakat baharның əbəd aşıqı. Şundan yardımlar kilərmi deme, o goya östəndeki sonun köpüğü, xiyal o körülmez çoğunun kuni, sana fakat bakalaydı sığır nazarda riyallık közü. Hırs ve iltica. Kainat çeksizligi, Parvardigarının çeksiz büyükligi, gumrah dillarning diqqat nazardan saqit qilayotgan mushu kunlarda har bir jon egisi kirsiz ilgida bemanlik bilan to'lgan muqomni takrorlamoqda. Men ham shular jumlasidan hayot batlarimni ahamiyatsiz qurlar bilan xo'ratmoqdaman. Hamma nafsining olqiniga tushib qolgan jamiyatning bir a'zosi bo'lish supatim bilan nafsim oldida takror yengilmoqdaman. Xo'rimoqdaman, ufurmoqdaman. Bilib turaman, o'z nafsining qulluqidan qutlanmagan kishi o'zgalarning qulluqidan hargiz qutlanmaydi. Lekin bilmaklik uyg'unlik bilan birlashmasdan hech kimga haqiqiy manfaat yetkazolmaydi. Shunga Rabbimiz muborak Qur'onda bizga iymon bilan amalni birga tavsiya qilgan. Azg'unlik atrofimizda asosiy iqim bo'lib qoldi. Shu vajdan biz bo'libmi, bizning ruhimiz to'limi eg'ir xiris ilkida. Bulg'unishlarning tahdidi ichida Allohga dillarni o'zgartkichi zot dilimizni diningda mustahkam qilg'in deb iltijo qilib, qalbimizni xunuklikdan mudofiya qilmoqqa biz to'limi muhtojmiz. To'lim muhtojmiz Allohim. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.